Siz talabasiz yoki bo'lmasam oliygohni tamomladingiz. Sizga ish kerak va ish topishda ko'plab muammolarga duch kelmoqdasiz. Bugun esa Talaba Expo 2026 tadbirida mana shu muammolarning yechimi topildi. Ya'ni siz o'zingizga munosib ish beruvchilar bilan uchrashib, o'zingizga kerakli bo'lgan ishni topishingiz mumkin. Biz esa mana shu tadbirdagi yoshlar bilan uchrashib, ularning fikrlarini olishga harakat qildik. Assalomu alaykum. Qaysi universitetda o'qiysiz? Men Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti moliya fakultetini 2-kurs talabasiman. Bugungi tadbir siz uchun qanday imkoniyatlar bera oldi va o'zingizga munosib ish o'rinlari topa oldingizmi? Bugungi tadbirda men ko'p kompaniyalar bilan tanishdim va ish beruvchini talablarini ham o'rganib chiqdim. O'zim uchun hozircha ish topa olganim yo'q. Hozir qarab chiqib yuribman. Yurtimizda mana shunday siz kabi talabalar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar sizni qanchalik quvontiryapti? Juda quvontiryapti. Sababi bunaqa tadbir bo'lmasa, qiyin ish beruvchining talabini bilish, qayerga borib, qanaqa vakansiyalarni ko'rish, bu narsa qiyin. Hozir esa hamma kompaniyalar yig'ilgan, bitta-bitta qarab chiqish oson. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida tashkil etilgan tadbirda 800 dan ortiq ish beruvchi tashkilot va minglab talabalar, bitiruvchi yoshlar ishtirok etdi. Ko'rgazmada 10 mingga yaqin bo'sh ish o'rni, amaliyot dasturlari, seminar, treninglar hamda tadbirkorlik faoliyatini boshlash va moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari bo'yicha ma'lumotlar taqdim etildi. Tadbirning asosiy maqsadi yoshlarni munosib ish bilan ta'minlash, ish beruvchilar bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yish va mehnat bozori talablari bilan tanishtirishdan iborat bo'ldi. Men bu yerga shu ish masalasi bo'yicha keldim. Iqtisod sohasida o'qiyman. Men sohamga ko'proq taalluqli bo'lgani uchun qiziqib kelganman. Endi hozircha faqat nomer qoldirdik. Aloqaga chiqamiz deyishgan obyektivka bilan kelishimizni aytishdi. Yo'q, yaxshi, zo'r. Sug'urtadan tashkilotlar bilan muloqot qildik. Shuncha odam ish qidirib kelgan. Hamma o'ziga ma'qul bo'lgan narsani ma'qul bo'lsa ishlayoladi. Til kurslari ishga joylashish bo'yicha endi lokatsiyalar ko'rib chiqyapman shularda. Hozirgi paytda sug'urta bo'yicha ko'rib chiqdim. Til kurslarini ko'rdim, turk tillari, o'sha kabi tillar ko'rib chiqyapman. Hozircha aniq qaror kelganim yo'q. Endi kelaman, xudo xolasa, nasib qilsa. O'zingizga mos ish topa oldingizmi? O'zimga mos ishlar bor, bankda vakansiyalar bor ekan. Moliyaviy tahlilni ko'rdim, kirishda topsa bo'ladi. Ko'rgazmaning yakuniy kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligida Talaba Expo 2026 ning taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda vazirlik mas'ullari, O'zbekiston Milliy banki vakillari, ish beruvchilar hamda faol ishtirokchilar taqdirlandi.